Doktor, hozirgi kunda xurrek muammosi juda ham aktual, hammani qiynab kelyapti. Xurrekning eng asosiy sabablari nima? Chunki ko'pchilik aytadi, nimaga xurrek otaman deb so'rashadi-da. Xurrek o'zi bundoq qarasa oddiy holatga o'xshaydi, lekin xurrek o'zi qanday paydo bo'ladi? Bu yumshoq tanglayni vibratsiya natijasida kelib chiqadigan tovush, ya'ni baland temirli tovush. Bu bundoq chetdan qaraganda faqat boshqalarni tovush jihatidan bezovta qiladigan holatga o'xshaydi-yu, lekin aslida xurrek nima o'zi? Nima bilan xavfli? Nega hozirgi kunda juda ham xurrek otuvchilar, nafas to'xtab qolish holatlari, apnoe degan holatlar juda ham ko'p eshitamiz. Xo'p, xurrekning asosiy sababi burundan kiradigan havoni yetarli miqdorda bo'lmasligi va og'izdan nafas olish natijasida yumshoq tanglayni vibratsiya kelib chiqadi va xurrek otamiz. Ko'p holatlarda yosh bolalar tanglay murtaklarining gipertrofiyasi, adenoid holatlarda va burun to'siq qiyish holatlarida xurrek otishi mumkin. Chaqaloq ham xurrek otishi mumkin. Tasavvurda 2 yoshli bola xurrek otishi mumkin. Nimadan? Bunda ko'p holatda adenoiddan bo'ladi va yosh kattalarda xurrek otishi, u ham holatlar juda ham ko'p. Fiziologik jarayon bo'lib, patologik. Juda ham qattiq charchagan insonlar ham xurrek otishi mumkin va noto'g'ri yotib qolsa ham xurrekka sababchi bo'lishi mumkin. Xo'p, yoshi katta insonlarda burun to'siq qiyshiqligi, poliplarda va tanglay murtaklari gipertrofiya holatida xurrek otishi mumkin, ya'ni xurrekka sabab bo'lishi mumkin. Lekin yoshi katta insonlar va semizlik darajasiga qarab xurrekka kuchayib ketaveradi va qanchalik yoshi katta bo'lsa, shunchalik xurrek otishi yildan sayin kuchayib ketaverishi mumkin va xavfli darajasi ham oshib boraveradi. Sabab nima? Xo'p, bizga tashqi tomondan ko'ringan oddiy xurrek organizmda bosh miyaga keskin o'zgarishlar sabab bo'lishi mumkin. Ya'ni bosh miyani qon bilan ta'minlash buzilishi, o'tkir buzilishi va infarktlarga va kunduz charchab uyg'onishga, hattoki insultlarga ham sabab bo'lishi mumkin. Xo'p, bunday holatda kimga murojaat qilinadi va murojaat qilinmasa nimalarga olib kelishi mumkin? Avvalambor lor shifokoriga konsultatsiyaga borish kerak bo'ladi. Tekshirtirish kerak yuqori nafas yo'llaridagi holat, MRT, MSKT va endoskop bilan burun va og'izni tekshirish kerak bo'ladi. Ya'ni havo o'tadigan joyda to'siq, mexanik to'siq yo'qmikin? Bu bo'lishi mumkin. Burun to'siq qiyshiqligi, chig'anoqlarning kattalashuvi va hosilalar, o'smalar polip bo'lishi mumkin, papilloma bo'lishi mumkin, har xil narsa bo'lishi mumkin. Bu ham xurrekka sabab bo'ladi. Lekin tekshirganimizda hech narsa aniqlanmadi. Burun to'sig'i tekis, poliplar aniqlanmadi va tanglay murtaklari gipertrofiya yo'q. Bu holatda ham xurrek otish holati kuzatilayotgan bo'lsa, bunga jiddiy e'tibor berishimiz kerak bo'ladi. Sabab, chunki uxlaganimizda xurrekdan tashqari va xurrak eng cho'qqisida nafas to'xtab qolish holati kuzatiladi. Bu taxminan 5 sekunddan 1 minutgacha davom etishi mumkin va oraligi ham qisqa bo'lishi mumkin. Qanchalik nafas to'xtab qolish holatlari uzoq davom etsa va tez-tez qaytalansa, bunda bemorimizga xavf oshib boradi. Qanaqa xavf? Bosh miya insulti, yurak infarkti va insultlarga sabab bo'lishi mumkin. Undan tashqari u holatlar bo'lmagan taqdirda ham bemorimiz ertalab uyg'ongan paytda charchab uyg'onadi, holsiz bo'ladi, xuddi uyquga to'ymagandek bo'ladi, kayfiyati bo'lmaydi va ish faoliyati juda ham pasayib ketadi. Soat 6 da turgan odam 7-8 da ishga borgandan keyin ham yana uyqusi keladi, yana uxlab to'ldirib olish xohlaydi. Tasavvur 10 soat uxlagan bo'lsa ham yana uyqusi kelaveradi. Buni endi sekin-sekin sababi ko'ramiz, ya'ni hamma tomon yaxshi-yu, lekin tekshirganimizda yumshoq tanglayni osilishi, tilishi ham juda ham katta bo'lib ketishi hozir endi yetib kelamiz. Bu ham bizni hozir aytib o'tgan xavfli xurrekka sabab bo'ladi. Ya'ni nima? Uxlagan paytda juda ham baland tembrda xurrak otadi. Bu atrofdagilarni uyqusini buzishi mumkin. Er-xotin bo'ladigan bo'lsa, alohida xonada yotishga majbur qilishi mumkin. O'g'il bola choyxonaga borgan, to'poga borganda o'sha xurrak otadigan alohida xona qilib berishi mumkin. Yoki bundan boshqa iloji yo'q, chunki yonida odam uxlab bo'lmaydi. Shuncha balandligidan. Ikkinchi noqullayligi bunda hop, nafas to'xtab qolish holatlarining ko'pligi. Bunday holatda jiddiy tekshiruv kerak bo'ladi va bunga e'tibor berishimiz kerak. Bunda birinchisi yuqori nafas yo'llarini endoskop kameralarni tekshirish va ikkita xos tekshiruv usuli bor. Spesifik tekshiruv usuli aynan xurrekda va xurrakki patologik turida, ya'ni nafas to'xtab qolish holatida kuzatiladigan xurreklarda sleep endoskopiya, ya'ni uxlatib bemorni tekshiramiz, yengil uxlatamiz, yuqori nafas yo'llaridan sekin burundan kirib boriladi.
yumshoq tanglayda qatida xurrak o'tyapti, xurrakka sabab bo'lyapti va qanchalik osilgan, hiqloq ustog'ini o'lchami va ovoz boylamlarining harakati tekshiriladi. Chunki xurrakka ham sabablar juda ham ko'p va etaplari bor. Yuqori nafas yo'llari yaxshi bo'lgani bilan burun xalqim, og'iz xalqimi, hiqloq xalqimmi o'zgarishlarga qarab har xil xurrakning turlari aniqlanishi mumkin. Xurrak haqida yana bitta narsa hammaga qiziqda. Xurrak ovozi balandligi nimaga bog'liq? Mana bir xil xurrak otadi, u qo'shni uygacha eshitiladi. Bir xil xurrak otadi, faqat xonadadan o'zida eshitiladi. Ovoz balandligi nimaga bog'liq? Ovoz balandligi birinchi navbatda semiz ozg'inga bog'liq. Ya'ni qanchalik semiz bo'ladigan bo'lsa, shunchalik ko'proq, qattimroq xurrak otadi. To'g'ri, yoshlar ham, ya'ni ozg'inlar ham xurrak otishi mumkin, lekin unchalik baland bo'lmaydi. Ikkinchi sababi yumshoq tanglayning qanchalik vibratsiyasiga bog'liq. Tasavvur qiling, o'zi ozg'in, o'zi yoshda, lekin xurragi yoshi kattalar ham baland xurrak otishi mumkin. Bu yergacha nafas olayotganimiz og'izdan va burundan chiqadigan nafas havo ikkiga bo'linadi, yumshoq tanglayni vibratsiya qiladi. Mana shu vibratsiyani harakati kuchligiga qarab xurrakka balandligi shundan farq qiladi. Qanchalik kuchli vibratsiya bersa, shunchalik baland xurrak bo'ladi. Bizda qiladigan narsamiz aynan yumshoq tanglayda bo'ladigan holat, eng ko'p holat 90-95% holatda yumshoq tanglay osilish natijasida xurrak otiladi va xurrakka davolash kerak. Bu haqida keyingi videoda batafsil hali ma'lumot berib o'tamiz.